أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال: وإن سبقه الحدث توضأ وبنى. Bu fasl namozdagi yuz bergan ba'zi bir ahvollar, tarixini kirishdek ba'zi bir ahvollarga qaratilgan. Sabaqahul hadath, yani tarixini kirib qolsa, namozda turib tarixini kirib qolsa, berib tartilib kelib kelgan yerdan davomlashtirdi. Mushu masala namozda tarixini ketsa, bir tartilib kelib kelgan yerdan davomlashtiramdi yoki bir tartilib kelgandan keyin bu tartiblangandan keyin namozning sharti yo'qolgandan keyin namozda shar baka olib ketib yangi boshladi o'qimdi degan masala xilofiy masala. Hanifiy mazhabda boshqa ish bilan shug'ullanmay udul berib tartilib qaytib kelsa, bu orliqdagi ishlar qilinib ketadi. Kelgan yerdan davomlashtirib mangdi. Masalan, bir rakat o'qib bo'lganda, ikki rakat o'qib bo'lgan chog'da 4 rakatlik namozda tartilib ketsa, tuğan joyini tashlab bilan ajatxonaga berib, ajatxona masjidda bo'lsin yo uyda bo'lsin berib, tartilib, hech kim bilan paranglashmay, gap so'z qilmaydi, boshqa ish qilmay, udul qaytib kelib davomlashtirdi demoqchi. Yani olimlarning ittifoq kelgan bir yeri bor. Bu bo'lsa-mu, tahorat bo'lmasa namoz bo'lmaydi. Tahorat namozning sharti. Tahoratsizlik namozni to'xtatib qo'yganligida ittifoq. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste la yakbalullahu salata ahadikum hatta yatawadda, yani bir hadiste la yakulullahu salaten bi gayri tuhur ve la sadaqatan min gulul. Lakin bu namazın şartı. Şart yo'qolib ketsa meşrut mu? Yo'qaydi. Lekin o'zirlik bo'lib qolgan ahvolda o'lmadi yana ittifoq. Tarih to'xtamaydigan, suydik tamsilab turadigan ya istihada ya yel to'xtamaydigan kishi bo'lib qolsa, har bir namozning vaqti kirgandan keyin yenidan tartilib namoz o'qiydi, lekin namoz o'qiyotgan chog'da tamsilab tursimi hisob dedi. Buni ittifoq. Ixlof bo'lganda namozning yerimlashgan chog'da saq odamning tartisini ketib qolsa, keyin tartilib kelgandan keyin yangi boshlamdi yoki kelgan yerdan davomlashtiramdi. Bana degan ilgariki o'qigan namozni hisob qilib kelgan yerdan davomlashtirdi degan gap. Xuddi uning ustiga qurdan. Birinchi, ikkinchi rakat hisob, shu 4-chi qavatni uning ustiga qurgandek. Istiqbola degan quloqqa qilib yana boshladi o'qiydi degan. Yani ko'pchilik ulamolar tart sunnatga ahvolda yoki tartni sungan emas, namozni uzib qo'ygan bir ahvol bo'lib qolsa, o'sha yerda namoz uzildi, o'quvni baka olib ketdi, keyin tartib kelgandan keyin yana boshlaydi deb qaradi. Faqatlam burni qanab ketgan ahvolda ba'zilari tartilib kelib o'qiydi degan bo'lsa-mu, Imom Shafiy rahmatullohi alayhi burni qanagan ahvoldami namozni yenidan boshlaydi dedi. İmam Abu Hanife rahmetullah aleyh, yani İbn Abi Leyla, İmam Evza'i, İmam Ahmed'nin bir rivayette bula tartı sünketke ahvalda burunqı namazı hesap tartılıp kilip lan aygın davamlaştırdığı da pargan. Bularning dalili, yani bir mazhabning dalili qavluhu sallallahu aleyhi ve sellem men qa'a aw ra'afa fi salatihi falyansarif وَلْيَتَوَضَّ وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ. Gap so'z qilmagan bo'lsa, yoki uning boshqa ortiqcha ish harakat qilmagan bo'lsa, tartib ketgan kishi berib bilan tartilib qaytib kelib, burunqi namozni hisob qilib davomlashtirsin degan mushadis. Bu hadisni İmam Zeylai Hazreti Ayşe Resulullah'da rivayet qilgan, Sayyid deb qaragan. Hafiz ibn Hajar qatorliq ulamolar yoq bu Hazreti Ali va Salman al-Farisi radhiyallohu anhudan kelgan so'z, yani mavquf, sahihun mavqufan deb qaragan. Yana bir rivoyatda man qa'a aw amza deb keldi. Rasululloh marfu holatda ojiz deganlar nimaga asoslanib dedi desak, Ma'asir Qaraq kitobning asli zotini deb qo'ydi bu. Isnaduhu da'if فإنه من رواية إسماعيل بن عياش عن غير أهل بلده وهي ضعيفة. Yani bunun demek olduğunu İsmail ibn Ayyaş diyen bir kişi, onun için hadisini rivayet kılan ravi. Bu Şamlık. Özünün jutluqlarından hadis rivayet kıysa inavetlik, sahihken. Peki Hicazlıklarından rivayet kılsa rivayeti acizken. Navandiken bu hazır İbn Cüreyj'den rivayet kıldı, yani Hicazlıklardan. Navandiken bu rivayet aciz de durur.
Hanifi mazhabtikicha bu aciz emas depar. Nima uchun? Bizning imomimiz Muhammad ibn Hasan Shaybani rahmatullohi alayhi bu kishidan hadis rivoyat qilgan. Hadis rivoyat qilganligi bu kishining rivoyatini qabul qilsa, ishonchlik adil deb qaraganligining isboti bu bir. Ikkinchisi, u shonliqda hadis rivoyat qilsa, ishonchlik bo'lgan bo'lsa, boshqalarning rivoyat qilsa-mu ishonchlik bo'lish kerak. Chunki bu o'zining yutuqlaridan rivoyat qilsa, rasmdaydigan, boshqalardan rivoyat qilganda yolg'on chaplab qo'ygan bo'lmasi kerak. Ya'ni bu odam ma'lum kelgan ishonchlik, ma'lum ishonchsiz san bo'lmaydi o'zi. Lekin ahli hadisning bir qismi endi ayirgan. Hanifi mazhab ayirmay turvaga chiqar, shunga bu hadisni sahih deb qaragan. Bundan keyin Hanifi mazhabning o'zining qarashi bo'yicha bu hadis sahih amal qilish bo'ldi. Yana bir tarafdan bu hadisni masalan marfu deb bundan hukmon taqdirimiz mursalligiga ma'qul qilib qarashtiradi. Ba'zi bir yo'llari mursal kelgan. Mursal kelgandikan, Hanifi mazhabda deydi, mursal bizning nazarimizda hujjat hisoblanadi. Biz amal qilamiz. Lekin bu hadisda o'munda azroq gap bo'lib qoldi, hadis sahih emasdi deb. Buni bir chet qo'yib tursak, sahoba ikramlardan kelgan qarash shu. Asarli qanday keldi desak, sahoba ikramlardan Hanifi mazhabning qarashida bir narsa sahobadan kelgan. Mesela İmam Bayhaqi, Hazreti Ali ve Salman el-Farsi ve İbn Abbas, İbn Ömer radıyallahu anhulardan bu şu Hanifi mazhabının karşısına rivayet ediyor. Bunda olanıken Hanifi mazhabı asaslanğını asli kıyasda, hozir bu o'rin olmuş qolgandek, Hanifi mazhab qiyas qilib amal qildi, asarga tanilmaydi, qiyas qilib oldi deydigan. Hozir bu yerda o'rin olmuş qolgandek. Hanifi mazhab asli qiyasda tarixda sunilgandan namoz baka oldi degan shu qiyasda. Qoida shuda. Lekin bu hadis Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan musnad holatga kelib qoldi. Mursal kelgan holatdan biz hujjat hisoblaymiz. Uning yeniga 4-5 sahobadan bunda qarash kelgan ekan, biz asarga amal qilgan odam qiyosni cho'ritib, bosh ustiga deblam ma asarni oldiqmiz. Yani tabi'ilardan Said ibn Musayyab, Ata, Tavus, Süleyman ibn Yasar, Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Avf, ashulardanmi bu Hanifi mazhabining qarash kelgan. Bu namozning o'ttirda sunnatga ahvoldagi gap. Bundan keyin namozga quloq qilg'ay degan chaqda tartibni qilib ketsa-chu. Namozga turaveramdi. Yoki namozda bir qilib ketsa tartib sundirib namozga chiqdamdi. Hanifi mazhabda tartib qistilgan chaqda ayında siqilib turib namozni boshlash, namoz quloq qilish makruh tahrimiyan. Gunohkor bo'ldi, namoz hisob. Yani namoz o'qiyotgan chaq bak turolmay qolsa-chu, namoz buzib hojatxonaga yugurdan. Eğer şunda halatta yani namaz davomlashtirib qo'ysa, siqilib turib namozni o'qiyotsa, makruh qiraat tahrimiya. Gunohkor bo'ldi, namoz hisob. Bu ham qo'shimcha bir ma'lumot. Qala fa in kana munfaridan in sha'a 'ada ila makanihi. Namoz o'quvchining ahvoli har xil. Yolg'iz namoz o'quvchi bo'lsa, tartib ketgan bo'lsa namoz o'qitib, berib tartib keldi. İnşaa adil tartib bo'lgandan xolisa o'z burun namoz o'qiyotgan joyiga qaytib keldi. Yani mesela masjidda o'qibdi, ya bir do'konda mesela. Nada o'qigan bo'lsa, tartibga hozir bo'lgan faraz qilgan uyga bir tartib keldi demakchi. Chunki o chog'da masjidda yo'da hojatxona yo'q. Uyim shunda bir yaqinda, o shaharda kelib ketmagan bir ahvol. Undan keyin bir yer namoz o'qidi, uyga qaytib berib tartilib, xolisa shu burun o'qigan yerga masjid keldi. Xolisa uydilam, qartaga yerdilam, uydilam, shadlam to'liq bo'lsin. Chunki bu yolg'iz o'qigan, jamoatga qatnashmagan odam. Nima uchun hamda joyga qaytib keldi demaymiz? Chunki joyga qaytib kelish uchun yo'l yurish kerak. Bu jiq amal ehtiyoj yo'q. Uy davomlash kerakmi? Masjidda yolg'iz o'qibdi, tartib ketdi, uy berib tartagandan keyin xolisa masjidga kirib chiqirgan to'liqlaydi, xolisa uydilam 4-yilga o'qitdi dedi. Wal muqtadi vel imamu ya'udani. Jamoat urab o'qigan ahvolda imom va oxirgi jamoatlar tartib ketib qolsa, bular shu jamoat urab namoz o'qigan yerga qaytib keldi. Masjid bo'lsin, yoki birsin uy urab qolsin, shu yerga qaytib keldi deydi. İlla yakuna al-imamu qad atamma as-salata fayukhayyaran. Faqatlam bu qaytib kelgicha imom namozni o'qib bo'lgan bo'lsa, ya'ni shu jamoat hozir namozni tugatib bo'lganda bu ondan keldi. Kelsa jamoat namoz o'qib bo'lgan holatdan. Davom ekan bu ikkilan hozir imom bo'lsin va oxirgi iqtidorli jamoat bo'lsin, ikkisi ixtiyorligi bor. Ixtiyorlik bor deb qo'ydi, lekin gap qilmoqchiman, lekin biz ilgirki iboratdan bildikki bu uy berib tartib kelgan yoki masjidning hojatxonasiga berib tartib chiqdi deydi. Xolisa uy ketgan bo'lsa,
uyda namozning oxirini davomlashtirdi. Chunki bu hozir imom allaqachon namozni tamomlab bo'ldi, basammo jamoat yo'q degan. Bunda faraz bo'lsa, uyda davomlashtirsin bo'ldi yoki masjidga qaytib kelib o'qisin bo'ldi. Endi yataxayyalanib musanna keldi shunami? Imom ta'ssun ketgan bo'lsa, o'rniga bir imomni chiqarib qo'yib, bu ketdi-ku. Imom birsi, jamoatning birsi ta'ssun ketgan bo'lsa, u birsi ikki odamdir. Al-imam atamma sola, namozni tamomlagan kishi shu o'rinda chiqarib qo'ygan odam. Izbasar imom shu. Wal istinafu afdal. Yuqorqi, yani bu mazhabning qarishi. Sahoba kiramlardan va Rasulullohdan ahtarlik kelgan ekan, qiyosini tashlab bosh ustiga deb asarni tutgan. Endi jumhur ulamolar, yo'q bo'lmaydi, yavaşlardan boshlaydi deb turgan bo'g'ishqa. Azroq ehtimolni qo'yib, yangi boshlardan o'qiyotgan tahi afzal. Chunki mushunda o'qiyotgan taqdirda Hanifi mazhabning qarshidimi, na joy bo'ldi. Jumhurmi, na joy bo'ldi. Hech qanday ehtimollik shak qilib qolmadi buningda. Şu an xotirjam bo'lgan, ishni qilgan bo'ldi deydi. Shu ulamolar mustahab ishlarning birisi al-xuruj min al-xilaf. Ixtilof bo'lgan bo'lsa, biz qarshi tarafning qarshi bo'yicha ish qilsak, menmo boshqalarmi hammasi joiz bo'ldi deydigan bo'lsa, biz shu hammadan ittifoq kelgan ahvolda bitirsak, bu tahmi afzal. Li xurujihi min al-xilaf, yoki an al-xilaf, qiladigan tugatadigan bo'lg'achqa. وَلِأَلَّا يَفْصِلَ بَيْنَ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ بِأَفْعَالٍ لَيْسَتْ مِنْهَا. Yani namazdan iş hareketleri arlıqıga namazdan bo'lmagan bir iş hareketini tıkıp koymaslik uchun. Endi biz aslında arlıqıga aslında yo'l minib, tartilib, balki kashin silib, paypini kiyib, chapanni silib, ayında qilishlarni o'zga olgan jiq ish hareketini tıkıp qo'ydik. Nima uchun desa, hadis kelib qopti, biz chorasiz endi bosh ustiga deb ma'quldik. Lekin jumhurning qarishi bo'yicha qilaversak, jumhurmi to'g'ri bo'ldi deb qaragan, ko'ngil taqmi xotirjam bo'ldigan sho'g'an ekan, bu mayli demak. Wa qila in kana imaman aw muqtadiyan fal bina'u awla ihrazan li fadilati al-jama'a. Wa qila degan, Hanifi mazhabdagi mush masaladagi ba'zi bir ixtilofni ko'rsatdi. Ya'ni ulamoning qarashlari xil bo'lib qoldi. Yuqorida Hanifi mazhabda hisob qilgan qarash deb oldi maktabda. Ikkinchi qarash imom ya muqtadi bo'lib qolsa, istinaf qilmay, yangvoshlardan boshlamay, Hanifi mazhabining qarashi bo'yicha ash burunqi o'qigan namozning ustiga bino qilib davomlashtirishni afzal debdi. Nima uchun desa, davomlashtirgan taqdirda jamoatning fazilatiga erisha oladi. Bu namozni jamoat bilan boshlagan 27 savobni ola oladi demakchi. Ya qari ta'sim ketgan odam bir hozir. Biz hozir imom va muqtadi deganimizda ya u ya buning sunkasida ikkini bir qatorni qildik. Lekin cho'qim o imom bilan cho'qim og'ir jamoaning ikkisini tangsin qilish mumkin emas. Zama ya imomning sunkatida ya kendikining sunkatda. Ularning ikkisini bir sunkatga ahvol. Sunkatgan kishi keyin yolg'iz o'qiydi demakchi. Lekin yolg'iz o'qib, yenidan boshlagandan yolg'iz o'qib davomlashtirsa, burunqi ishkirka jamoatlar o'qilgan hisobda bo'lgan ekan, jamoatning savobiga erishadi dedi. Yana yuqorqi masalada uyga qaytamdi, haytaxayyaran degan uyga qaytamdi yoki masjidga qaytib kelamdi ixtiyoriy dedigo. Bu mu Hanifi mazhabning qarashi, mazhabga vakillik qilgan. Lekin Hanifi mazhabga ulamolardan Xorizada shu burun o'qigan joyga qaytib kelgan afzal. Nima uchun desa, burun o'qigan namozmi, keyin o'qigan namoz bir joyda ado qilinish uchun shu yaxshi dedi. Bu Imom Karxiyning tanlashi shu. Ba'zilar yo'q uyda davomlashtirayotgan yaxshi dedi. Nima uchun desa, chunki uyda davomlashtirsa, menish oz bo'ldi. Masjidga qaytib kelib jumaydi o'chaqda. Qala va in kana imaman istakhlaf. Imomning tarixini ketib qolsa, o'rniga bir odamni chiqarib qo'ydi. Hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedigo, "Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha." Mening aqimdilam nayt fazilatlik, aqil, namozning ahkamlarini joyida bildigan, Qur'on o'qishni obdan bildigan kishilar tursin dedi. Shu nima uchun imomga endi bir ahvol bo'lib qolsa, keyingi odam tamtirmay namozni joyida rolni tutib, qirg'oqqa ashqalaydi keyin. لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إمام سبقه الحدث في الصلاة فلينصرف ولينظر رجلا لم يسبق بشيء. Qanday bir imomningki tartishib ketib qolsa namozda, tartishmagan kishidan birini chiqarib qo'ysin o'rniga dedi. Fal yuqaddimuhu li yusalliya bin nas.
uni o'rinda jamoatga imom bo'lib namoz o'qish uchun chiqarib qo'ysin dedi. Lekin bu mavquf rivoyat. Sahoba ikromning so'zi, Rasulullohning so'zi emas. Qala va innama yajuzul bina'u idza fa'ala ma la budda minhu kal-mashi. Endi hozir Hanifiy mazhabning qarashi bo'yicha namozini tartib kelgandan keyin kelgan yerdan davomlashtirdi degan qarashning shartlaridan birini bayon qildi. Binoning sharti birinchisi bu tartib kelish jarayonida tartib zurul ishlam qiladi, ortiq ish qilmagan bo'lish shart. Lekin tartib qilmangdi bu. Uyga ketib o'tib, kishilar bilan paranglashdi yo so'zsatib qilg'ashmangdi. Uyga borgandan keyin bolalar bilan paranglashib, uyda ba'zi ishni qilib o'tib, undan keyin o'qilib bunda kelsa, bekor. Namozni shu bekor bo'lib ketgan. Yana boshlardan boshlash kerak. Yoki biz bilan telefon so'zlashib, bundan tartildimiz. Bu chog'da namozni cho'qim bu berib tartib bilan qildi. Ishlar bir qaramay, barodi tartib bilan qaytib kelgan bo'lsa. Tartibim ketmagan kishi demak. Hadi sabaqaul hadas degan tartibim ketdi dedik. Shunama? Lam musbaq bi shay'in tartibim ketmagan bir kishi. Hadi imomning sunnat ketdi. Sunnat ketgandan oxirgining sunnat ketmaganlar. Shunama? Shundan biraylarni chiqarib qo'ydi demak. Chunki oxirda birinchi satdan butun sunnat ketgan bo'lsa imom bilan. Sunnat ketganlarni bizni chiqarib qo'ysa bo'lmaydi. Oxirda qildim, sunnat ketmaganlarni bizni chiqardi. Bu chiroyli qatishgan. Bizni chiqarib o'tmagan kishi edi. Shu chiroyli qatashim. Buni ham qabih so'zlarni ishlatmaydi. Deb buni chiroyli qatgan. Sabaqo degan bir xilamda irodasizgachida uning oldida shirkatga bir ish qo'y. Balki bu ta'sirni ishmadi, uni irodasiz o'cha sunib ketdi. Ya buni qarab ketdi. Yelchi ishlamamasa, ya buni qarab ketdi, ya yelchi ketdi. Ya bir ish bo'ldi ham ta'sirdan. Ya kulib saldan lukmashdan. Mesela yani bir mazhabda bizim qadınımızı buzuldu ya tartışıldı dedi o. Ya. Tartışılıp ketmegen tartib bak kişinin birini chiqarib qo'ydi demak. O'ziga o'xshash tartibda sunib ketgan chiqarib bo'lmaydi. Çünkü arab tilidan da shunda nima keldi. Va innama yajuzul bina'u idza fa'ala ma la budda minhu kal-mashi wal-igtiraq. Meneş ve şunu uçumlab ediştekim. Dostandın dardağımı uçumlab oldu ya kişi kölçek ya dastın uçumlab bağındak. Hatta lav istaqa ev kharaca delvehu. İstaqa diyen kuduktun su tattı ya ki su tatkızdı diyen ma'num bolsunken. Ötkendi bir çıktı o bu. Su tattı. Mesela kuduktun su tattı. Ya ki çilikini yamadı. Kuduktun çiliki teşvik etken bolsa şunu yamaptı. Ev vasala ila nehrin fecavazahu ila gayri. Ya bir östanga eriqnin qaşqı berip, uningdan tartanmay, tartalaran turug'liq, bosh qisqa qilib o'tib ketib qolsa, fasadat salatuhu. Namoz buzib ketadi. Nima uchun siz ya'damul hajat ilay deymiz. Ehtiyoj bo'lmaydi. Lekin su tatish bilan chilakni yamash tartilishga zurul narsa. Shunda qilmasa tartilamaydi. Uni ruxsat qilish kerak emas. Zurul narsa. Lekin buni bundan misol olsak, ketib o'tib so'zsa qilibdi, boshqalar behuda paranglashibdi, ba'zi ishni bajaribdi, masalan ketib. Bunda qilsa bo'lmaydi. Shu tartib yig'ilishga udul bordi, udul qaytib keldi demak. Bu bir sharti. Qala va in junna aw nama fahtalama aw ughmi alayhi istaqbal. Namozni turib ilishib qoldi, saranglab qoldi. Aw nama fahtalam, yoki namozni turib uxlab qolib, ehtilom bo'lib qoldi. Lekin normal holatda uxlasa namoz buzilmaydi dedi-ku. Namoz buzilamdi, buzilmamdi? Demak, endi bab navaqidul wudu o'tib ketdi bu. Hozir hamda bo'g'ash uxlabdi, ehtilom kirib qolibdi. Juyinish vojib bo'ldi degan gap. Aw ughmi alayhi istaqbal yoki o'shidan ketdi. Shuna bu qanday qildi bo'lsa, yangi boshlardan, ya'ni juyinib bo'lib, namozni yangidan o'qiydi. Yangidan boshlab o'qiydi. Buni bino qilmaydi. Lianna wujuda hadhihi al-ashya nadirun. Chunki bunda bo'lishi nihoyatda kam uchraydigan ahvol. Fala yuqasu ala mawrid ash-shar'. Shariat ko'rsatmasi kelgan o'rinlarga qiyos qilmaydi shuni hali. Mawrid ash-shar' degan shariat ko'rsatmasi kelgan joylar. Shariat ko'rsatmasi hadisda nima keldi? Buni qarab kelsa, qayqib qolsa dedi-ku. Shariatning ko'rsatmasi kelgan joyi shu.
Onun qiyas qilmaymiz. Ham qiyas qilsak bu farqli qilishmoq. Ama tartilishning mavjudligining gapi. وَلِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي الْوُضُوءِ mana shu hadislar tartilish keldi. Ma 3 ahvol yuvinish masalasi. Wal ghusl aktharu minhu. Yuvinish deganga jiqish ketgan faoliyat. Kiyimni serish ketadi, butun badanni yuvish. Shunga oz narsaga ko'p narsani qiyos qilmaymiz. Va kaza yahtaju ila kashf al-awra. Butun kiyimni serib avratni ichish kerak bo'ladi taqminonda. Avratni yuvgashma namozning bir farzlaridan birisidir. Va huwa qati'un lis-salah. Avratni ichib turish bu namozni buzadigan narsa. Albatta avrat shunday isib qolsa, gachchida kiyib olsa bo'ldi. Lekin avratni o'chib qo'yib namoz o'qisa, namoz bo'lmaydi degan. Va kaza idza nazara fa anzala. Nazara deganda ikki ehtimollik bor. Biri namoz turib, biror narsaga qarabdi, shahvat qo'zg'aydigan bir narsa qarabdi, ya'ni ko'z bilan qarabdi deganman. Ko'z bilan qarabdi, bundan mani etib chiqib qoldi, hayajonlanib ketdi. Yani oldidan bir ayol o'tibdi, ya bir suratga qarab qopdi yoki yozgan bir narsaga material qarab qo'yib, so'ngan mani chiqibdi. Bu bir ehtimol. Ikkinchisi nazara degan bir narsa tafakkur qilib, xiyol bir narsani xiyol qilibdi, o'ylabdi, shahvatni qo'zg'aydigan bir mazmunni o'ylabdi, shundan shahvati kuchib ketib, mani chiqibdi deydi. Qur'on Karim bog'i summa nazara, yani Rasulullahni nimda qaralsam bo'ladi deb o'ylab planlab, menda desam aqmaydi, menda desam aqmaydi, unda esa Majnun ya shoir deyli deb shuni planladigo, va bu menda tafakkurini ko'rsin. Bu munoyat nadir ahvolimiz. Qala va in sabaqahu al-hadathu ba'da at-tashahhud tawadda'a wa sallam. Endi Hanifi mazhabda tashahhudni o'tirish va tashahhudni o'qish vojib degan qarash shu kuchlikda. Salomni vojib dedik, lekin qadr tashahhud o'tirib bo'lgandan keyin "Iza qulta hada aw fa'alta hada faqad tamma as-salatu" deyilishga asosan, mushu duoni o'qib, shunchalik o'ttasang yoki shunchalik miqdorda o'ttasang namozing tamom bo'ldi degan bo'lg'achqa, tashahhudni o'qib bo'lib, tartibni ketib qolsa, qapqog'ini shu salom bersam qolgan. Tartilib salom beruvdi deydi. Li'annahu lam yabqa alayhi siva salam. Çünkü onun qildig'ashidan faqatlan salom berish qoldi. Salom berish vojib desak masalan, shu ish qilibdi, tartilib shuni qilib o'tdi. Hammasi joyida bo'lsin deb. Qala va in ta'ammada al-hadatha tammat salatuhu. Tartib o'zligidan ixtiyorsiz sunib ketmay, o'zi masalan tartib hisob ketgan bo'lsa, tashahhudni o'qib bo'lib, namozim tamom bo'ldi-ku. Tartibni sundirvasammi, shataqi namozni o'qib bo'lsam deb shu chaqda tartibni sundirib. Qasdan bu chaqda namoz tamom bo'lgan bo'ldi dedi. Albatta yuqorqi ahvoldimi? Namoz tamom bo'lgan bo'ldi. Lekin uni tartib kelib, chunki bu ixtiyorsiz bo'lgan ekan, bu namozni tamomlash niyati bor uning. Namozni tamomlayman degan odam shada namozni to'ng'itib qo'yib turib, berib, tartib kelib, ulablam salom beribdi ish tugidi. Endi hozir bu yerda bu salom berishni xohlamay, bo'ldi mishaychi bo'lsin, batqizilib ketdim deblam. Shunday tutdi. Qisib qolgan chog'da, endi Arabiymi keliblar masjidga yetdi-ku, shunga o'xshash. Qarasini istiganda seyishlarlar bo'lmaydi. Ya shu vojib desakmi, ha? Salom berishni vojib desakmi, hozir vojib tashlandi, lekin namoz bitgan bo'ldi. Vojibni tashlashni gunohkor bo'lib bitgan bo'ldi. Lekin namoz. Agar arkonni misqab qolgan bo'lsa, namoz bo'lmaydi. Li'annahu lam yabqa alayhi shay'un min arkanis salat. Arkanis salatni hech nima qolmadi. Buni qilib bo'ldi. Ruku, qiyom, qiro'a masalan, sajda buni qildi va tashahhudni qildi. Salom berish vojib desak, vojib qilib qolgan bo'ldi. Kiraha tahrimi bilan namoz ado topgan bo'ldi. Vaqat ta'azzara bina'u li makan ta'ammud. Endi qayta davomlashtiray deb qolsa, bu qasdan namozni shu yerda uzib qo'ygan kishidir. Qasdan uzgandan keyin davomlashtirib qilish ruxsati yo'q qo'ninga. Shu hadisda ixtiyorsiz tartib buzib ketib qolsa demakchidir. Ya'ni qasdan buzayotgandan keyin ruxsat yo'q. Hadis uning shuni ruxsat bermagan. Undan keyin bino qilish imkonsiz. Va idza lam yabqa alayhi shay'un min arkanis salati tammat salatuhu. Arkandan hech narsa qolmay, hamma tamom bo'lg'achqa namoz tamom bo'ldi.
Vaqad taqaddam ilgari o'tib bo'ldi deganda shu tashahhud va qu'udni vojib deganni tarjih qildik. Anda Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilgan idza qulta hada aw fa'alta hada faqad tammat salatuk deb shu hadisni rivoyat qilgan. Qala walau asabathu najasatun min kharijin bu tarifga ahvol emas. Namozda turibdi, kichik oldin miskib qo'ydi bunga. Ya kiyimini shalta qilib qo'ydi, ya qon to'kib qo'ydi, ya ustidan tushdi. Aw shujja ra'suhu la yabni yoki beshi yerilib ketdi. Bu ahvolda vaqala Abu Yusuf yabni kama idza sabaqahu al-hadath. Aw shujja ra'suhu la yabni bu chaqda yavaşladan boshlab o'qiydi. Burunqi o'qigan namozi shu yerda to'xtab tugab qoldi dedi. Bekor bo'lib ketdi. Bu Abu Hanifa bilan Muhammadning qarshi, ya'ni tarafaynning qarshi. Abu Yusuf rahmatullohi alayh tarti sunib ketgan kishiga o'xshash berib tartilib kelib davomlashtirdi dedi. Ya'ni ma najosat yuqib qoldi deganda unday emas. Berib kiyimini engishlar ya tozalab kirib turdi deymiz. Ya tartilish gap yo'q. Kiyimini tozalab ya almashtirib qaytib keldi. Beşerilib ketgan ahvolda qanchasidan o'zimizda tarasında berib tangdirib qonni tozalab kelib tartilib kirib turdi. Qon chiqmay yerilib ketgan ahvolni tasavvur qilsak, berib ya tangdirib o'tib doktorlik ishini qilish mumkin. Abu Yusuf ash burun hadis kelgan qoida bo'yicha qilamiz debdi. Buni berib plan bu ixtiyorsiz endi bir ish bo'ldi. Bu tozlik qilib o'tib yoki shunda tang o'tib plan kirib davomlashtirdi dedi. Lekin Abu Hanifa bilan Muhammad ya buning da yangi yoshlarda o'qish lozim. Burunqi o'qini hisob emas, uzib qoldi shu yerda dedi. Nima uchun? Abu Hanifa bilan Muhammad ma'na a'zar g'ayr samaviyya dedi. Afa samaviyya g'ayr samaviyya deb aytdi emasmi? Afa samaviyya degan insonning, maxluqning qo'lidagi ish emas. Bo'ron chiqib yomg'ir yog'di, ya chaqmoqni qildi emasdan. Yoki shunda o'zligidan ixtiyorsiz tartib ketdi. Ya buni qanab ketib qolsa bu azar samaviyya deymiz. Insonning qo'li yo'q buningda. Azar g'ayr samaviyya degan maxluqning qo'li bor. Maxluq sabab bo'lgan. O'zi ya boshqalar sabab bo'lgan. Nolki ma sirtdan najosat tashladi, yuqtirib qo'ygan bir inson qilgan ish bu. Ya kichik bolalar boshqa bir narsa. Hani beşini yaratishmo cho'qim bir insonlarning bilsin qilmishi bilan bo'lgan ish. Nolki bu g'ayr samaviy, yoki hadis shu samaviy kelgan. G'ayr samaviy kelmagan deb aytadi. Farq shu. Qulna degan Abu Hanifa bilan Muhammadning Abu Yusufga raddiyasi. Ha huna yansarifu ma'a qiyam al-wudu. Mush ishki ahvolda tartib holat ketgan bo'ldi bu. Tartib sunishgan bo'lmadi. Albatta besherni qancha tarasında ki ma qan chiqmagan ahvolni tasavvur qilib mumkin. Falam yakun fi ma'na ma warada bihi an-nas. Ana hadis kelgani tartib sunib ketgan ahvolda kelgan hadis. Ma tartib sunmagan ahvol. Şunu bunu qiyas qilishga bo'lmaydi. Fabaqiya ala asl qiyas. Nonkin buni mavrid shar'iga qiyas qilmaymiz. Asli qoida bo'yicha tap qiladi. Asli qoidada tartib yo'q bo'lsa namoz yo'q degan gapda. Namozni davomida o'qishda kelgan harakatdan maqsadimiz bo'lgan jamoat bo'lsa, kelgan yerdan domlasi o'tirib chiqqan bo'lsa to'liq qilish lozim. Hadis qaysi mazmunda kelgan? Tartib kishi tartib sunib ketib qolsa, unda mundaq kelsin dedimi? Tartib kelsin dedi. Lekin ma najosat yuqtirib qo'ygan yo beshi zaxmlangan ahvolda tartibni senga tartib bor odamni. Lekin sadece tartib bor bir ahvolni tartib sunib ketgan bir ahvol qiyos qilyapsa, bu ikki farqli demak. Qiyosuka ma'al fariq demak. Ha şu nerede kelgan bu şu yerden davomlashdi. Ya işte baştan oraya mandurasa bijaga apros şu yerden davomlashtirasiz bo'ldi. Mesela aramda yolda tumanda ish tutsa bir skil bilan Allah birdan ruku qilib oldi. Turibdi, yana tutib bak aprovotni. O anda mecbur aslında mesela ya Müslümanlı bir kafir namaz okumak bize işte koyunda Türk bize ayağa pırvasa diye manıp ketti ya hareket olup ketti onun rükusu mu bizimki de örtürüp kaldı mesela. O senin şu kâgen caydın doblaşmış buldu. Çünkü bu mecbur amdı onun. Gerçi Abu Hanife semaviye gayr semaviye diyen olsun lakin namaz buzulmagan nisapta desek buldu. Mesela buzdurası da gap kuldurasa.
Ve urup ise tayakını yaptırın, namazı davranıştırıyorsun. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu kafirlar Kabe'nin aldıda üstü ışığa şu meynen arasına atıp koyaptı, namazı davranıştırıyorken. Ben de iradeye bağlı iş. Biz tayakını yapılan kaçı buzutup kalsa boşanma kıldı. Namazda sıkıntırız, yersin çok namazda Tazlap kıldı o dedik. Peygamber Aleyhisselam'ın tohtarının artık bana baktığım Belki hem de onu destek vakıflar deyişi mümkün. Destek vakıflar. Destek vakıflar hem müşriklerin aldıda, Resulullah'ın başında sabat kılan turuşu ve bir xillaşında ayakta müstehkem turuşunu ispatlayacağın bir şirket buluş mümkün. Namaz pariti, iki vakit pariti şu çağda. Hem Mekke'de pariti olmaya beş vakit namaz mı? Ya Mekke. Başka Müslümanların başta şirket namaz okudu. Kim beş vakit namaz pariti oldu? Faslun. قال ويقضي الفائتة إذا ذكرها كما فاتت سفرا أو حضرا. Ötep ketken namaz, kaza olup ketken namaz. Bu namazda kaza kılış meselesi. Kaza kılış meselesi toxtalmadı. Çünkü yani bu mezhep ve tört mezhep ulemaları, cumhurul halaf ve selef kasten olsun, ya baş sebepten olsun, unutup kılıp olsun, uxlap kılıp olsun, okuyanmay kalgan namazını kaza kılışı vacip dep qaraydi. Evet, bu meselede unutup kalgan ve uxlap kalgan ahvalda keyin esi kelgan ve uyg'ongan chaqda vaqti ketgan bo'lsa mu namozning o'qishi farz, bunda ittifoq. Yani shuni o'qiydi. Ha buni shuning vaqti demdoq, ya qazosini qilish demdoq, qanday desak shuni o'qiydi demoqchi. Bunda hamma ulamolar ittifoq, jumhurlar emas. Bunda ijmo borligini Imom Ibn Rushd va Ibn Qudamalar naql qilgan. Lekin qasddan o'qimagan kishi bunda ixtilof bo'lgan. To'rt mazhab ulamolari, to'rt mazhabga vakillik qilgan qarashda va ilgirki va keyingi salaf va xalaf ulamolarining ko'pchiligi qasddan o'qimaganlikdan gunohkor bo'ldi, lekin uning bilan birga qazosini qilish vojib dedi. Qancha jiqilib ketsin, 1 yillik namoz bo'lsin, 5 yillik bo'lsin, hammani qazo qilish lozim. Uni qazo qilishi naflidan oldin o'rinda turdi. Nafla yoki sunnat namozini o'qishning o'rniga qazosini qilib oldi boshqa. Chunki farz namoz nafl o'qiyman deb mashg'ul bo'lishning o'rniga shu gadindagi farzni saqit qilib oling demoqchi. Bular Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sayyidisiga tayangan. Fa daynullohi ahaqqu an yuqda. Alloh taolaning qarzini ado qilishga haqli degan Sahih Muslimdagi hadis. Kunda şu okuyalan çok iyiydi. Kunda bamdattan onunu qolamdı. Ya 5 günninki 25 namaz okumdu. Qanda okusa oqul. Lekin bu tartib meselesi. Ya qanda qazo qilish bundan chiqadi. Hozir shu qazo qilish degan bormi yo'qmi? Mana masala. Chunki hozir bizning diyorimizda zohiriyning qazo namoz degan gap yo'q degan qarash taqib ketdi. Ma kitobda hozir qazo qilish u degan gap usti to'xtalmadi. Qazo namozni burun qanda o'qiganman bo'lsa shu pati keyin o'qiydi deblamadi. Chunki bunda to'rt mazhablarning talashati yo'q. Bu bir taraf bo'lib ketgan masala sifatida. To'xtalmadi unda. Lekin endi bizning diyorimizda hozir shunda qazo namoz degan narsa yo'q degan bir masala bo'lg'achqa biz buni bu nerdan kelgan qarash, igisi kim buni ayirib qo'yish lozim. Navbatda salaf va xalafning ko'pchilik ulamolari to'rt mazhab shuning ichida qasddan o'qimay qolgan namoz bo'lsa qazosini qiladi. Bu gunohkami gunohkor. Nima deb qaraydi? Buning dalili daynullohi ahaqqu an yuqda degan. Ashadis yana unutib qilib namoz o'qimagan kishiga qiyos qildi. Unutib qolgan ahol gunoh emas-ku, unutib qolgan ekan. Rufi'an ummati al-xata va nisyan bo'lgan ekan, gunoh yo'q. Shunda turug'liq, ya'ni u g'ayr mufarrid turug'liq qazosini qilsa, yoki qayta o'qiysa deyiladi. O'qiysa degan bo'lsa, qasddan o'qimagan bo'lsa, albatta qayta o'qiysa. Chunki bu mufarrid. Bu qiyos avlaviy. Yana Ramazonda jima qilgan kishiga qiyos qiladi. Ramazonda jima qilib, ro'zani buzib o'tib qolgan taqdirda, ba'zi rivoyatlarda kaffarat bilan birga uning o'rniga bir kun ro'za tutish kerak. Ramazonni qasddan buzib o'tgan ahvolda o'rniga bir kun tutish kerak bo'lsa, ya'ni qazosini qilish kerak bo'lsa, namozni qasddan o'qimagan taqdirda
o'rniga bir namozni keyin namozni vaqti ketgandan keyin boshqa namozlarning vaqtida o'qishi vojib deymiz. Shu kunning o'rniga bir kun tutdi degan rivoyat kelgan bo'g'ichqa ulamolar buni dalil qilgan. Bu rivoyat hasan darajalik rivoyat. Davomkan qasddan qilmay qo'yib qo'ygan ibodatlarning qazosini qilasiz, o'rnini to'ldirasiz degan bir gap chiqdi shunday. Bu jumhurning asosi dalillari. İmam İbn Hazm zahiriy imom qasddan o'qimagan namozning qazosini mumkin emas qilinmaydi. Bo'ldi ketdi. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Vaqt ketdimi bo'ldi, namoz ketdi, qo'ldan ketdi deydi. Uni qismi to'g'ri bo'lmaydi. Qazo qilaman desin to'g'ri bo'lmaydi. Uni o'rniga qanday qilish kerak? Uni qo'ldan bir qo'ydi. Qanday qiladi bo'lsa, tavba istig'for aytidi. Boshqa yaxshi amallarni qilib, savobli ishdan jiq numur olsa, ondan yuklangan gunohning o'rniga jiq basan numurni, o'rni balkamda to'ldirib qolar. O'rni basanmaydi shu odamda jiq savob olib, nima qilsa xuddal muflis qanday qildi? Vaqad shatama hada va akala hada va degan ekan, hech qanday dasmisi yo'q bo'lgan qanday qildi bo'lsa, buning yaxshilik bo'lsa-lar, alning haqqi to'laydigan gap, buning yaxshiligini tugab qolsa, alninki gunohlarini ma'nujlab qo'ygan gap, shu o'xshash bir yurishtirish bo'ldi demoqchi. Keyin Zahiriyning mushqarishini Imom Ibn Taymiya rahmatullohi alayhi tutgan. Yani bir tarafdan bu navir taqildi desanglar, namozni qasddan tark qilgan kishi kafir degan qarash berib taqilib qoldi. Bu namozni qasddan tashlagan kafir bo'ldi. Shunami? Kafir bo'lgan keyin andan namoz o'qiyman deb, yangi hidoyat topib, yangi islom kirgandek, undan keyin bu burunqa o'tkazishli salovat, kafirlik vaqtidagi ishlar bo'ldi ketdi degandek. Ashuni chetishlar. Lekin Zahiriyning qarashi bo'yicha istig'for aytdi, tövbe qildi va unda qildi desa, kafir bo'lib ketdi deganga sal zid gap qoladi. Chunki musulmonda buni gunoh ish qilgan degan gap bor. Istig'for aytdi, tövbe qildi degan. Albatta da Hanbali mazhabining qarashimi qazosini qildi degan qarash. İmam Merdavi İnsaf degan kitobda Hanbali mazhabining İmam Ahmadning qarashini rasmi ayiradigan kitob Al-Insaf fi ma'rifatir rajih min al-khilaf lil-Merdavi. Ashuningda ومن فاتته صلوات لزمه قضاؤها على الفور هذا المذهب نص عليه. İmam Ahmad aniq degan Hanbali mazhabining qarashi shu deydi. İmam İbn Taymiya Hanbali mazhabining qarashini chiqib, Zahiriy mazhabni yoqlab mangan. Çünkü hozirgi ulamolarimizdanmi Ibn Baz rahmatullohi alayhi qazo qilish yo'q deyish mumkin. Bo'ldi ketdi, istig'for aytdi. Shayx Usaymin balki to'rt mazhabning qarashini Hanbali mazhabini tutib qazo qilish bor deyish mumkin. Hozirgi salafiy aqimdagilarmi bo'linib ketgan. Lekin ilgirkilar bu bir shaz qarash. Bu ixtilofga e'tiborga ilinmaydi. Xuddi ijmodek bu avval bor deb turadi. Bu endi qazo qilish bormi yo'qmi degan masala. Endi qazo qilish bor, Hanifiy mazhab va to'rt mazhabda jumhur salaf va xalaf qazo qilish bor deydi desak, endi qazosini qanday qiladi degan masalaga endi bu kitob keldi. Va yaqdil fa'itata idza zakaraha. Mesela isi keldi. Yoki qasdan nima qilgan bo'lsin keyin qazo qilay dedi. Nima? Ya uxlab qolgan bo'lsa o'g'andi. Demak, u namozdan vaqt chiqib bo'ldi-ku. Boshqa bir vaqt keldi hozir. Shu joyda o'qiy deb qolsa, yaqdiha kama fatat safaran aw hadara. Safar holatda bo'lsin, muqim holatda bo'lsin, aslida qanday o'qilish kerak bo'lsa burun, vaqti o'qilgan chaqda qanday o'qilgan bo'lsa, keyin qanday holatda bo'lsin qat'iy nazar, burun holatda o'qiydi. Gadanga shunda yuklangan shu payt o'qiydi. Masalan, burun muqim holatda 4 rakat namozni o'qimoqdi ekan. Qasddan bo'lsin, unutib qilib bo'lsin, uxlab qilib bo'lsin. Endi hozir bu safar ustida o'qiganligini aslida yoki hamda o'qiydi dedi. Safar ustida aslida qasr qilib o'qiydi namozni. Navonki dastlabda o'qimoqchi bo'lgan namoz asli muqim holat bo'lg'achqa 4 rakat o'qish kerak bo'lg'achqa, shu chaqda o'qiydigan bo'lsa 4 rakat o'qiydigan bo'lg'achqa, keyin safar holatida shuni o'qiy deb qolsa 4 rakat o'qiydi. Yo'q, men hozir safar holatida dedim, 4 rakat 2 rakat bo'ldi, 2 rakat o'qiyman deb qazo qilmaydi. Aksi bo'lsa-mi? Safar holatda 4 rakat namozni o'qiyman qolgan bo'lsa, keyin uyga borgandan keyin qazosini qilay desa,
ikki rakat qazosini qildi. Yo'q, men hozir o'qim holatda 4 rakat to'liq o'qiyman demaydi. Albatta bu xilof masala. Boshqa mazhablarda keyingi holatda qanday bo'lsa qazo qildi deyish mumkin. Albatta yana bir tarafi buni kechining namozi bilan kunduzning namozining farqli bo'lishi mumkin. Kechining namozini qutdandan keyin atsa peshimdan keyin qazo qiladigan bo'lsa, ilk o'qib qazo qildi. Yo'q, men hozir peshimning vaqti kunduzda ishimni o'qiyman demaysiz. Va aksi to'g'ri. Ya'ni aynan qazo qildi. Burun qanday o'qish kerak bo'lsa shunda qazo qildi demoqchi. Liqavlihi sallallohu alayhi vasallam man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dhakaraha fa inna dhalika waqtuha la waqta laha ghayru. Buningdan hamda aynan nima qildi degani azroq chiqdi ekan o'sha hadisdan. Shuni vaqti degan ekan, burun o'qiydigan vaqt xuddi misol qayta bir fursat berilgandek. Undan keyin aynan o'qiysiz degan gap bir xil chiqdi bundan. Va qawluhu kama fatat, qawluhu degani damir kimi qaytadi? Masaga gutaqil deb qo'yganlar. Qawlul musannaf. Lekin bu shu, lianna al-qada degani qawlul musannaf hozir. Qawluhu qawlul musannaf fil muxtar. Qaraqatlik, tomqatlik muxtarning matni. Yani qawlul musannaf yoki qawlul matin deymiz buni. Qawlul matin gerçi o'zi o'simi, o'zi shardigo. Qawlul matin matn yozg'ichi kama fatadda buni men izohlayman. O'zim izohlayman deb o'zi izohlatman. Lakin qawluhu yani qawli fil muxtar kama fatat lianna al-qada'a yahki al-ada'a. Kama fatat deyishimizda nima uchun mana kama fatat dedik desa, aynan burun qanday o'qish kerak o shunda qazosini qildi deganimizda, chunki qazo degan yani vaqt ketgandan keyin ado qilishingga. Al-qada vaqt ketgandan keyin ado qilishni qazo deymiz. Bu ado bilan o'xshash bo'ldi dedi. Yahki degan o'xshash bo'ldi, shu o'xshidi degan ma'noda. Yushbihu va yumathil degan ma'noda. Qala va yuqaddimuha 'ala al-waqtiyya. Burun o'qiyanmagan, masalan peshimni o'qiyanmagan bo'lsa, hozir asrning vaqti kirdi. Asrni o'qishdan burun peshimni qazosini o'qib, onda asrni o'qiymiz deydi. Ya farz namozlar cheklanmaydi. Farz vojib namoz cheklanmaydi. Nafl o'qish cheklanmaydi. İlla an yaqafa fawtaha. Faqat lam peshimni o'qisak, hamma masalan asrning musonda taqshib qolgan bo'lsa, biz boshqa bir misol qillar. Sham vaqtida men asrni o'qimayapman deb ism oldim masalan. Lekin sham vaqti ketmaydigan bo'lsa, boshda asrni o'qitib, undan keyin shamni o'tiraman. Agar asrni o'qitib, uni shamni o'qisam, shamning vaqtini ishqilgan bo'lib qolsa, bu chaqda undan shamni o'qitib, undan keyin asrni o'qiyman. İlla an yaqafa fawta degan shu. Shamning vaqti chiqishi, ya'ni vaqti kirgan namoz, ya'ni sham desak, shamning vaqti chiqishidan ansirab qolsa, qazo namoz o'qiyman deb qolsa, qisilib qolib, u chaqda qanday qildi? Oldi bilan shu vaqtda ba namozni isqilib bir o'qitib, undan keyin so'yib qolgan namoz o'qiydi. Xuddi bizning oldimizda tungi bir tamoq bor, hozir aytgan bir tamoq bor. Endi hozir biz yaqma tungi bir yetilar, undan keyin andin xudo xatimda isqini yetsak, bular qildi uni so'ydi. Hamma tamoqni so'yib turgan bo'ldi. Hozir isqida bir yetib, so'yib qolgan, hamma so'yib qolgan ekan, buni kashlaydi deb qo'yganday. Qala va yurattibul fawaita fil qada. O'tib ketgan namozlarni tartib bo'yicha o'qiydi dedi. Masalan, bamdat, pishin, asr, uch namozni o'qiyamagan bo'ldi. Shamda istiqoldama yoki o'qiydigan bo'ldi. Shu chaqda andash bamdatni o'qib, undan pishinni, undan asr, undan shamni o'qiydi. Shunda tartib bilan o'qiydi. Albatta, bu mazatda 5-6 namozdan eshib ketgan taqdirda bu tartib bilan o'qish kerak emas. Lekin ma'lumda shunda oz namozdan gapi. Wal asl qoida, ya'ni shu namozni qazo qilish, o'tib ketgan namozni qazo qilish babida asl qoida, anna tartiba shartun baynal fa'itati wal vaqtiyya. O'tib ketgan namoz bilan hozir vaqt kelgan namozning ikkisining tartibi shart deydi. Shu tartib bilan o'qish lozim. Rasululloh mana tartib bilan o'qigan shart debdi. Va baynal fawat yana o'tib ketgan namozlar orasidami tartib bilan o'qish shart. Masalan, 3 namozni o'qimagan bo'lsak, 3 namozni tartib bilan o'qiymiz. Endi 4-namoz hozir vaqti kirgan bo'lsa, 4-namozni boshda o'qitib, 3ni o'qimay, 3ni o'qitib qilib, undan hozir vaqti kirgan o'qiymiz. Baynal fa'ita wal vaqtiyya degan shu.
لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي مع الإمام ثم ليصلي التي نسي ثم ليعيد التي صلاها مع الإمام. Bu hadis debdi lekin sahabining so'zi ekanligi sahih. Kimki bir namozni unutib qolsa, unutib qilib esi kelmay, undan keyingi bir namozni jamoat bilan o'qiy deb turgan chog'da esi kelib qoldi. Masalan, asrni o'qimabdi. Shomga masjidga kirib namozga jamoat iqtida qilib turay degan chog'da esi keldi. Bu chog'da jamoat bilan birga namoz o'qiydi deydi. Asrni o'qimay, jamoat bilan birga qilib 3 rakat shom o'qidi. Ondan unutib qolgan asr namozini o'qidi. Uningdan keyin shom namozini qayta bir o'qiydi. Mushu nimani ko'rsatdi? Tartibni ko'rsatdi. Endi jamoat bilan o'qigan shom nima bo'lsa buning nazarda nafl bo'ldi. Aslida shomni imom bilan o'qiyotgan ekan, ki asrni o'qisam bo'ldi, katta bo'lish kerakda. Lekin asrni o'qib bo'lgandan keyin yana shomni qayta o'qiysiz deganga ba'zi va tartibni buzib qoldim, ham tartib bilan o'qing deb direkt sağan. Undan keyin tartibni shart degan gap chiqdi shart. Yani bir vaziyat olmaydı. Çünkü ittihad buluş lazım. İmamın okuyan namazı bilen cemaatin okuyan namazı bir namaz buluş gerek. Kâle فَلَوْ لَمْ يَكُنُ التَّرْتِيبُ شَرْطًا لَمَا أَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ Şart bulmagan bolsa, tertiplik okuş şart olmagan bolsa, qayta okuşu buyurmaydı. Qayta okuşu buyurganlıkka tertip şart deganlikni ko'rsatdi. وما روي أنه صلى الله عليه وسلم فاتته 4 صلوات يوم الخندق فقضاهن على الترتيب. Yani bir delile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Xandaq gazda Yevmul Ahzab 4 namazını o'qiyanmay qilib, tartib bo'yicha qazosini o'qigan. Shag'aluna an salatul wusta dedimi? Hazrat Umar namazını o'qiyanmay qopdim. Kun patgandan keyin asrni o'qiyanmay qopdim, men o'qiyanmaganda birga o'qigan. Şu çağda 4 namazını qazo qilib o'qigan demakchi. Yani Mekke fath kunimi shunday bir ish bo'lgan. Undan keyin bu o'tib ketgan namozni tartibla o'qishning dalili. Va qala sallu kama ra'aytumuni usalli. Undan keyin Rasululloh qanday o'qigan bo'lsa biz shunday o'qiymiz demakchi. Yani qayta yoldirsa 5 namazdan nafil namoz o'qisa, biz ayda farz namozni o'qib qo'yib, nafil namozni o'qishimiz va jamoatimizning tazkirimi yani. Endi u yerda bunda bir ahvol kelib chiqdi. Jamoat hozir to'liq namoz o'qimoqchi, namoz o'qidi. Jamoat qatnashmay biz. Yo'q, men farzim batdi deb, asrni o'qitdim deb oyog'i chiqib ayrim o'qisa, kishilar munofiq deyishi mumkin. Yoki boshqacha gumon qilishi mumkin. Imom qabul qilib keyin adolishib qilishi mumkin. Undan keyin anda yomon gumonlardan saqlash uchun mayli deb shu joy namoz qatnashib turdi. Agar shu imom bilan o'qigan namoz masalan Shamda qilib imom uzun o'qiydi, uni keyin namozni o'qib qoldi. O'qigan keyin asr o'qib qolib, qaysi namozdan o'qib chiqib ketgan bo'lsa, yana qaytadanmi yo'qmi? Shani vaqti ketsami? Shani vaqti chiqib ketgan bo'lsa asr o'qib qolgandan keyin. Bu chog'da ikkini qazo qildim. Xuftonning vaqtida ikki namozni qazosini qildim. Men nafl o'qiyman deb, vaqti kelgan namozni qazo qilgan bo'ldi demakchi. Undan keyin ikki namoz gazinda buni. Ani ikki namozni o'qib o'tib qilib, undan keyin namozni o'qiydi. Tartib bo'yicha. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.